Menga qara, ertaga ertalab hayit namozidan keyin tarqataverasan, tushunarlimi? Mumkinmi? Ha, Shuhrat akam, Rustam akam, Hoji akamga ham alohida sovg'a qilib qo'ygan. Xo'p, Bo'pti, xo'p. yaxshimisan? Kel o'rtoq. Xo'sh. Oho, kimga bunaqa harakat, shuncha pulni? Bilasan, u nozik hamkorlarim bor. Azgina e'tibor qilmasang, xafa bo'lib qolishadi. Men ham senga shu hamkorlarning qatoriga qo'shiladigan kattaroq bir hamkor topib keldim. O, yaxshi-ku. Zo'r barakali hamkor. Birni berasan, minni olasan. Biroz aytuvdim, xursand bo'lib ketganidan birga keldim men bilan. Voy chaqir, nima u esing joydami? Chaqir, voy, nima qilib o'tiribsan? Meni hech kim bezovta qilmasin. Alisher. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel opa. Ko'rish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rtog'im bir hayitga hazil qildi-da, senga ham ataganim bor. Hozir. Ma, bu senga. Hayitli. Xo'roz qandmi bu narsa olarsan? Rahmat. Tanish. Alisher. Yaxshi. Otasidan erta judo bo'lgan. Onasi, keyin kichkina ukasi bor. To'g'risi rostakasi muhtoj. Sharoitini bilganim uchun begona bo'lmasin deb savobga sherik qilib deb oldinga olib keldim. Anu ishini ko'ryapsanmi? Xo'p. O'sha ishning oldiga men bunga o'xshagan yetimlardan nechta kelishini bilasanmi bir kunda? Alisher. Tashqarida kutib turgin, men hozir chiqaman, xo'p? Nima, men endi hamma yetimlarni o'talib qolaman deb va'da qilganmanmi? Men ishlarni bor-u, ertaga qaytadi, foydasi bor deb qo'yamman. Lekin bularning qaytishi seni ishingga bog'liq. Bir kun kelib ishing tugasa, hamkorliging ham tugaydi. Hech kimga aylanasan. Hammasi manfaat uchun. Bu bolaga bir marta yordam bersang, bu dunyoda ham, kerak bo'lsa o'lganingdan keyin ham savobi kelib turadi. Bu kafolatlangan. Sababi yetimni boshini silagan bo'lasan. Bilasanmi, o'rtoq? Ishim juda ham ko'p. Bo'ladigan gapdan bo'lsa gaplashaylik. Bo'lmasa ketur. Mayli. Ertaga restoranga joy etib qo'yganman, kekin. Bu ro'zg'or. Ozgina bo'lsa ham olib qara. Bu bo'lsa ukangga. Buni ham olib qo'y. Oyingga berasan. Bugun o'zimcha do'stimga dars beraman deb seni olib borgandim. Aslida senga dars berib qo'yibman. Bilasanmi? Bir kun kelib sen ham shunaqa obro'li, boy inson bo'lasan. Men bunga ishonaman. Lekin iltimos qilib so'rayman. Saxiy boy bo'l.